barchangizga selam. Bugun men sizlarga qozoqcha besh barmoq tayinlovchi ko'rsataman. Hatto gapirib qo'ygan bo'lsam, qozoq qardoshlarimizdan uzr so'ragan holatda, xullas besh barmog'imizni boshlaymiz. O'choqqa olov yoqib, qozonimizga muzday suvni solib, qazi, mol go'shti va ot go'shtini sovamiz. Manda pishgan qazi bo'lgani uchun ot sur go'shtidan soldim. Sho'rvani ko'piklardan yaxshilab tozalab olsak, tiniq va chiroyli sho'rvamiz bo'ladi. Xohishga ko'ra 2 dona. O'rtoqlarim ko'pchilik bo'lgani uchun 2 ta tuxum, 2 soat qaynagan go'shtni sho'rvasiga tuz solib, qattiqqina xamir qilib oldim. E'tibor bergan bo'lsanglar, sho'rvani siytadan o'tkazmadim. Chunki menga xamirda ziralari ko'rinib turgan yoqadi. Xamirimiz kattaroq bo'lgani uchun ikkiga bo'lib tindirib qo'ydim. Oy boshi xamirimiz damagunlaricha 2 ta piyozni to'g'rab, ustidan sho'rvani yog'li joylaridan qo'yib, ustini yopib olib qo'yamiz. 3 soat qaynab xil bo'lib pishgan go'shtlarimizni olib, qazilarni ham to'g'rab, ustidan qaynoqina sho'rvamizdan ozgina quyib yuboramiz. Chiroyli bo'lib tingan xamirlarimizni yoyib, mantiga kesgan o'lchamda kesib olamiz. Maza tortib qaynagan go'shtimizni sho'rvasida pishirib olamiz. Sovuq kunda tez sovib qolmasligi uchun o'tagina soppalaganimizga bundan tayyorlab olgan piyozli sho'rvamizdan ozgina solib, xamirlarimizni suzib olamiz. Chetlariga mol go'shti va qazini joylab, o'rtasiga ot go'shtini solamiz. Piyozlar bilan bezatib, dasturxonga tortamiz. Siz hali ham besh barmoqni qoshiq vilkada yeyapsizmi? Aslida mana bunaqa yeyiladi. Qalay, mazami? Agar sizga ham yoqqan bo'lsa, mehringizdan olib yuragimga bosib qo'ying.